İnsaniyet tarixidagi eng ulug' mo'jiz xarakterli kashfiyotlar zodi qaysi? Birinchisi War mashinasining kashf qilinishi. 1766-yili Angliyaning London shahrida War mashinasi, ya'ni par mashinasi barliq kelib, birinchi qitimli sanoat inqilobi shu War mashinasining kashf qilinishi bilan Yevropada tarqalgan. Keyin buni parovoz, ya'ni poyezd qilib qatnashni Yevropada qatnash to'g'risida qilib, diqqat taraqqiy qilib ketgan, eng oldindan mushar qilib qatnash taraqqiy qilib ketgan. O'ylab qo'yinglar. Endi bu bo'lsa fotoapparat Fransiyada kashf qilingan. 1839 Fransiyalik kashfiyotchi bu yerda Parijda tunji insoniyat tarixidagi fotoapparatni kashf qilinib, odam chiroyini nusxalaydigan mush apparatni kashf qilingan. Endi mana bu to'nglatqu Bingshan hammamizning uyida bor, shunami? Bu 1873-yili Germaniyada kashf qilingan. Poza Dongpao 1879-yili Amerikalik mashhur kashfiyotchi Edison tomonidan kashf qilingan. Elektrik stansiyasi Genchang 1882-yili ya'ni Amerikada Edison tomonidan bu kashf qilingan. Endi bu yerda tokning kashf qilinishi insoniyat tarixiga mo'ljalligisiz taraqqiyotlarni olib kelgan. Masalan, bizning bugungi zamonimizning bir tok yo'q holatda tasavvur qilib beqinglar, tasavvur qila olmaysizlar. Tok bo'lmasa, butun yer shari uchdi. Nima? Hech nima qilolmasligimiz mumkin. Avtomobil, mashina 1886-yili Germaniyalik Karl Benz tomonidan tunji qitimliq uchchoqliq mashina, ya'ni Benz 1-nomer kashf qilingan. Aeroplan 1903-yili Amerikalik Wright Akuklar tomonidan rasmiy ucha oladigan, bexatar qo'na oladigan aeroplan kashf qilingan. Unda bo'lsa Malayziyaning M200 belgilik aeroplani zodi naketdi. Televizor 1925-yili Angliyada kashf qilingan. Shu vaqtning o'zida bu intayin zo'r kashfiyot bo'lgan. Ya'ni nurg'unlar ko'rib, bu siyirli qutga ichiga adam solab qo'yibdi deb shu darajada bo'lgan. Bizim tunji ko'rgan vaqtda hech qilgan bo'lishimiz mumkin, shunami? Raketa 1926-yili Amerikada kashf qilingan. Tunji qitimli raketa. Beka Amerikada hozir Elon Musk chiqib bir shaxsiy shirkat va adam raketa yasamaydi. Tunji qitimli raketami shu yerga yasalgan. Kompyuter 1946-yili Amerikalik matematika olimi Neumann dunyodagi tunji elektronlik hisoblash mashinasi, ya'ni kompyuterning eng dastlabki otisini kashf qilgan. Hamda lekin shunning yana bir film bor, bu Angliyada kashf qilingan. Shundan bu angliyalik bir matematika olimi buni kashf qildi. Haliqi ikkinchi dunyo urushida Gitlerning maxfiy shifrini yishimiz deb balkim ko'rgan bo'g'aytinglar. Hamda keyingilar shuni eng dastlabki hisoblash mashinasi kompyuter shu mashinaning taraqqiy etgan deb e'tirof qilgan. Simsiz yon telefon 1970-yili Amerikalik Motorola shirkati insoniyat tarixidagi tunji simsiz telefon Dagodani kashf qilgan. Yo'g'on quloq tutib paranglashtirgan. Burun Shandongni kinolar jiq ko'rdik-ku. Internet 1969-yili Amerikada, ya'ni Tor hozirgi tunji qitim Amerikada kashf qilinib, Amerika harbiy taraf ishlatgan buni. Keyin bu yerda Tor texnikasi barbara taraqqiy qilgandan keyin bizga o'xshash odatdagi insonlar ishlatadigan holatga kelgan. Bugungi zamonimizda bir Torsiz tasavvur qila olmaymiz. Shunami? Tor bo'lmasa, balki bu filmni sizlar ko'rolmaytinglarsiz. Raqamli pul to'lash PayPal, ya'ni unidar orqali juftlar orqali pul to'layapmizku. Buning otisi 1999-yili Amerikada tunji kashf qilingan. Keyin bundan keyin uzoq o'tmay Yaponiyada Arima 2lik kod shakllangandan keyin buni kashf qilinishi bilan bu pul to'lash texnik bir baldoq yuqori ko'tarilib, hamma yer shahrining hamma yerda bexatar ishlatadigan holat shakllangan. Kompas Shimoliy Sung sulolasi davrida mamlakatimizda barliq kelgan. Kompasning kashf qilinishi insoniyat dengiz qatnashida intayin cho'ng rol o'ynagan, cho'ng mo'jizlik rol o'ynagan. Endi men quruqliqda haliqi tog', daraxt, toshlarni belgi qilamiz. Ketgan dengiz yoki cho'ng qumliqlarda kompasning roli intayin cho'ng bo'lgan. Shuning uchun hozir qadar sun'iy kamera, yo'l boshlash sistemasi, GPSlar shunday taraqqiy qilgan mezgildimi, mayli aeroplan, mayli kema, mayli dala mashinasi o'ynaydiganlarnikida kompas yenilib bor, shunami? Miltiq to'rsi suv sulolasi davrida mamlakatimizda barliq kelgan. Eng dastlab bu yerki miltiq to'rsi davolash va po'jang'izga salyot etish kishilarni ko'nglitish ma to'g'risida ishlatgan. Keyin barbara bu hamda harbiy taraf ishlatib jang qurollariga aylanib qolgan. Mixmatba, ya'ni bosmachilik texnikasi Shimoliy Sung sulolasi davrida mamlakatimizda barliq kelgan. Ya'ni tunji qitim qo'lni ko'chirishdan basmaxona burni anglagan bo'g'aytinglar. Shu mixmatma, basma hammasi o'xshash shaklning cho'ng kichikligi, chiroyliligi, qiyinlik yo'qligi, ya'ni mushtaq qiladigan bir texnika shu davrda barliq kelib, barbara bu Yevropadagi gerchilik beka taraqqiy qilgan, mushlungdan barbara taraqqiy qilgan narsa. Qog'oz yasash Sharq Xan sulolasi davrida bu yoki qog'oz yasash texnikasi mamlakatimizda barliq kelgan, taraqqiy qilgan. Shuning bilan buningdan burungi pul balar, raqqa
pul yo'qlar bambuk tayoqchiga xat yozgan ishdan barbara qog'ozchilik taraqqiy qilib va qog'oz orqali kitob bitilgan. Mana yuqorqilarning hammasi insoniyat tarixiga zo'r bo'sish ib kelgan, zo'r foyda ib kelgan bir turkum kashfiyotlar. Sizlar yana qanday kashfiyotlarni bilsizlar? Menimcha bir qoldirib qo'yinglar. Rahmat.